doimiy stress, uyqusizlik, anemiya yoki qalqonsimon bez faoliyatining pasayishi kabi holatlar bunga sabab bo'lishi mumkin. Har xil vitaminlarning yetishmovchiligiga qarab, organizmda turli xil o'zgarishlar, har xil klinik holatlar kuzatilishi mumkin. Masalan, D vitamini yetishmovchiligi. D vitamini yetishmovchiligi suyak va bo'g'imlardagi og'riqlar, mushaklardagi og'riqlar bilan kuzatiladi. Tishlarning tushib ketishi, tez charchash kabi holatlar kuzatiladi. B12 va temir tanqisligi holatlarida anemiyaga xos bo'lgan holatlar, bosh aylanishi, tez charchash, shunga o'xshash holatlar kuzatiladi. Agar masalan C vitamini yetishmovchiligi kuzatilsa, C vitamini asosiy vazifasi immun tizimini ta'minlash va qon tomirlar mustahkamligini ta'minlash hisoblanadi va shu bilan bog'liq holatlar juda ham kasallarga, masalan shamollash, gripp kabi kasalliklarga tez beriluvchan bo'lib qoladi. Yoki milklarda qonashlar yoki travmalar, yengil travmalarda ham terida gematomalar, ko'karishlar paydo bo'lishi mumkin.